Tanlangan yo'lni avvalambor bilib olishimiz kerak. Bu tadbirkor sifatida tanlangan yo'lmi yoki mijoz sifatida tanlangan yo'lmi? Tadbirkor sifatida tanlangan yo'l bu juda ham og'ir yo'l. Chunki o'ziga yarasha buni mashaqqati o'sha paytda juda ham kuchli bo'lgan. Sababi o'sha paytlar esimda 2020-yilda nodavlat oliy ta'lim muassasasini ochish bu odamlarni tushiga ham kirib ko'rmagan bir vaziyat bo'lgan. Chunki juda ham bir qiyin va o'ziga yarasha xususiyatlari bo'lgan. Elbek G'aybollayev 1989-yil 17-avgustda Toshkent shahrida tug'ilgan. 2012-yilda Toshkent tibbiyot akademiyasining bakalavr bosqichini, 2014-yilda Toshkent pediatriya tibbiyot institutining magistraturasini tamomlagan. 2018-yilda tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajaga ega bo'lgan. 2020-yilda YeMu universitetiga asos solgan. Bugungi kunda esa YeMu universitet 4 ta ko'p tarmoqli klinika, texnikum va 3 ta o'quv markazini boshqarib kelmoqda. Oilada biz 4 farzandmiz. Men eng kenjasi bo'lganligim uchun e'tibor yanada kuchli bo'lgan. Nafaqat ota-onalarimiz tomonidan, balkim aka-opalarimiz tomonidan e'tibor juda ham kuchli bo'lgan. Ya'ni o'qish nuqtai nazaridan, ta'limga bo'lgan nuqtai nazardan tartib-qoida biz uchun juda ham ota-onamiz tomonidan kuchli qo'yilgan. Va ko'p vaziyatlarda chegaralarimiz ham oilada bizda bor edi. Nima mumkin, nima mumkin emas bo'lgan jihatdan. Va shu ham bir xarakter shakllantirishda menimcha muhim o'rin egallasa kerak deb o'ylayman. Mana yillar o'tibdiki, har bir ishni oxiriga yetkazish biz uchun eng oliy maqsad qilib bizga tarbiyani shunaqa berishgan. Ko'p yillar davomida davlat oliy ta'lim muassasasida faoliyat yuritganmiz. Kichkina laborantlikdan oddiy dekan darajasigacha faoliyat yuritganmiz. Va o'sha yillar davomida o'zimizning kuchimiz, o'zimizning g'ayratimiz hozirgi davrdagi xalqimizga manfaat berish jihatidan yetarli darajada o'zim faoliyatimni ko'rsata olmaganligim tufayli men ko'p yillar davomida mana Yevropa davlatlari, Amerika va boshqa turli davlatlarni praktikasini o'rgangan holda nodavlat oliy ta'lim muassasasi nimaga O'zbekistonda yo'q degan savolni oldimga qo'yganman. Va nimaga sifatli ta'limni bizani xalq ola olmaydi va nimaga xohlagancha tanlov yo'q xalqimizda degan oldimizga katta maqsad qo'yilgan, savol qo'yilgan va o'shandan kelib chiqqan holda bu narsa ustida ishlashni boshlaganmiz. Oldin o'qishga kirish bu juda ham bir mashaqqatli va chegaralar qo'yilgan kvotalar bo'lardi va ushbu kvotadan chetga chiqish mumkin emas edi. Va shundan kelib chiqqan holda biz o'sha oldimizga qo'ygan maqsad sari qadamni boshlaganmiz. Biz deganimda avvalambor boshida faqat o'zim bo'lganman. Bu narsani fikrni shakllantirishda maslahatgo'y ota-onamiz bo'lishgan va o'sha davrlarda ham yaxshi eslaymiz. Hech kim ishonmagan bu narsa bo'lishiga, bu narsani amalga oshira olishimizga. Shu jihatda hammaga bir kichkina maslahat bera olishim mumkinki, o'zimning tajribamdan kelib chiqqan holda avvalambor inson oldiga katta maqsad qo'yish kerak ekan. O'sha maqsad sari har doim intilish kerak ekan. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, chunki bu narsani faoliyatini olib borishga, bu narsani tashkil etishga ko'p marta harakat qildik. Yillar davomida harakat qildim. Bu narsa samarasiz bo'ldi va mana Alloh yo'limizdan ochgan ekan, muhtaram prezidentimiz tomonidan mana ta'lim to'g'risidagi qonunni yangilash, bu tartibni yengillashtirish va tadbirkorlarga va ilmga, fanga bo'lgan mutlaqo boshqacha dunyoqarashni yaratdi va hamma narsa o'z yo'li bilan bo'lib ketdi va men o'ylaymanki, hozirgi jamiyatimizda, hozirgi qonun ustuvorlik bo'lgan jamiyatimizda har bir tadbirkor oldiga maqsad qo'ysa, albatta o'sha maqsadga erisha oladi. O'zingiz tibbiyot sohasini, aynan stomatologiya yo'nalishini tugatgansiz. Kuchli stomatolog ham bo'lgan ekansiz. Nima sababdan tadbirkorlikni boshlagansiz? Ushbu ta'limni sohasiga kirib, ta'lim muassasasi tashkil qilishimizga ham asosiy turtki bo'lgan bu o'zimizning sohamiz bo'ladi. Chunki hali yuqorida aytib o'tganimdek, oddiy laborantlikdan to dekan darajasigacha borganmiz va faoliyatimizni tibbiyot bilan chambarchas bog'laganmiz. Ya'ni ham ta'lim berardik, dars o'tardik, ham boshqarardik, ham kechki paytlar qolib operatsiyalar bo'ladimi, davolash usullari bo'ladimi,
choralar bo'ladimi, o'zimiz ham faoliyatimizdan olib borib kelganmiz va hozirgi yetishtirib chiqarayotgan yoshlarimiz va hozirgi yetishtirib chiqarayotgan shifokorlarimizni yanada jadallashtirish, yanada mukammallashtirish va Yevropa standartlariga mos bo'lgan yuqori malakali shifokorlarni yetishtirib chiqarish oldimizga maqsad bo'lganligi uchun ham shu nodavlat ta'lim muassasasi aslida tanlangan va hozirda ham mana bejiz biz universitet qoshida 3 ta o'zimizning ko'p tarmoqli klinikamizni tashkil etmaganmiz. Ushbu klinikamizda barcha sohalarni tor mutaxassislari faoliyat yuritib kelishadi va talabalarimizga chambarchas hayotligida olgan teoretik bilimlarini praktikada demak natijasini mukammallashtirib kelishadi. Albatta, mana shu o'zingizning maqsadlaringizni amalga oshirish yo'lida jamoani, yuqori malakali mutaxassislarni, shifokorlarni, professor o'qituvchilarni qanday jalb qila oldingiz? Avvalambor jamoa deganda birinchi jamoam bu meni oilam. Ya'ni o'sha paytda biz bir o'zim edim va menga ishonch bildirish mumkin bo'lgan insonlar faqat oilam edi va o'sha jamoam hozirgacha men bilan birga faoliyat yuritib kelyapti. Ya'ni ishga chiqib ketar ekanman, kechasi kelar ekanman, ko'chada yurar ekanmiz, qaysidir bir faoliyatlarni olib borar ekanmiz. Ko'nglimiz xotirjam, oilamiz bizni qo'llab-quvvatlamoqda va doim ota-onamning duosidamiz. Shuning uchun shungadir balkim hamma ishlarimiz amalga oshib kelyapti. Avvalambor shu jamoa to'plashda rahbarga bo'lgan ishonch bo'lishi kerak va rahbar o'ziga ishontira olishi kerak. Chunki universitet faoliyatida o'zingiz bilasiz, oddiy ishchi emas, balkim ko'p yillar davomida faoliyat yuritgan, ilmiy ish bilan shug'ullangan, o'zini qanaqadir natijalarga erishgan va o'zini yuksak joyda o'tirgan insonni taklif qilib biz olib kela olishimiz kerak edi o'sha paytda. Va hozir ham shu muammo barcha oliy ta'lim muassasalarida bor. Va bu uchun albatta sizni oliy ta'lim muassasangizga qaysidir bir mutaxassisni jalb qilishingiz bu avvalambor o'zingizga o'sha mutaxassisni ishontira olishingiz bu eng yuksak jihatlardan biri hisoblanadi. Chunki sizga ishonch bo'lmasa, universitetga ham albatta ishonch bo'lmaydi. Va men o'ylaymanki, o'rnatilgan tartibda biz ishontira oldikki, bizga mana ishongan, faoliyat yuritib kelayotgan mutaxassislar hozirgacha birga faoliyat yuritib kelmoqda va universitetimizda hozir pedagog xodimlarni hisobga olmagan holda rahbar xodimlar mana qariyb 5 yil davomida, 6 yil davomida, 10 yil davomida men bilan shaxsan yelkama-yelka ishlab kelayotgan o'zimizga bir oilamiz u yoqda bo'ladigan bo'lsa, bu ikkinchi oila sifatida faoliyat yuritib kelamiz. Qaysi o'zimizni respublikamizdagi tibbiyot muassasalariga raqobatchi deb ayta olasiz o'zingizni universitetingizni? Yo'q, bu juda ham og'ir savol. Ya'niki hozir bemalol barcha oliy ta'lim muassasalari bilan raqobatlasha olamiz. Lekin bizda tibbiyotda bir alma mater degan jihat bor. Ya'ni hozirgi Toshkentdagi barcha oliy ta'lim muassasalarida men o'zim o'qib kelganman. Ya'ni mana oldingi xalq tilida aytganda Sampi, hozirgi Toshkent pediatriya tibbiyot institutida o'zimni faoliyatimni olib borib o'qiganman magistraturada. Toshkent tibbiyot akademiyasining talabasiman. Undan keyin Toshkent davlat stomatologiya institutida o'zim ko'p yillar davomida faoliyat yuritganman va ularga men hozir raqobatchiman deyishimni o'zi bir noto'g'ri jihat bo'ladi, chunki u yerda faoliyat yuritayotgan har bir inson men uchun juda ham qadrli bo'lgan, oddiy bir pedagogdan tortib to rahbar xodimgacha hammasi bizning ustozlarimiz, hammasi bizning opalarimiz, akalarimiz. Shuning uchun ularni men o'zimga raqobatchi sifatida ko'rishim bu menimcha noto'g'ri bo'ladi. Elbekki, yana bir ijobiy tomoni shundaki, xususiy universitetlarda ham grantlar ajratilayotganligi. Bu albatta xalqimizga juda ham bir yaxshi yangiliklardan birida. Bu universitetda ham 20 ta talaba qabul qilingan ekan. Shular haqida ham gapiring. Avvalambor prezidentimiz tomonidan nodavlat oliy ta'lim muassasalarida o'quvchi, ta'lim oluvchi talabalarga bo'lgan avvalambor bu e'tibor, xalqqa bo'lgan e'tibor va avvalambor nodavlat oliy ta'lim muassasalariga bo'lgan yuksak ishonch. Ya'ni bu bizga haligi yuqorida aytib o'tganimdek boshqa davlat oliy ta'lim muassasalari bilan birga raqobatdoshmisizlar degan jihatga ham juda ham katta bir signal. Ya'ni biz nodavlat oliy ta'lim muassasasi bo'lib turib davlat grantini olishimizni, rahbariyat tomonidan, shaxsan prezidentimiz tomonidan davlat grantini bizga ajratilishi bu bizga bo'lgan yuksak e'tibor va yuksak ishonch.
davlat granti asosida 3-qabulni biz amalga oshirdik. Ya'ni hozir universitetimizda 55 dan ortiq davlat granti asosida ta'lim olib kelayotgan talabalarimiz mavjud. Ularni nodavlat oliy ta'lim muassasalarida davlat grantini olishlaridagi va yutganliklaridagi ko'zlaridagi quvonchni ko'rganingizda birinchi yillari va bu yil har yil davom etadi bu quvonch. Bu juda ham katta quvonch. Chunki bu narsani tasavvurimizga sig'dira olmas edik biz. Ya'ni o'zingiz tasavvur qilib ko'ring, davlat oliy ta'lim muassasasidagi kontrakt to'lovi 9 milliondan 12 million tibbiyot muassasalarida. Endi nodavlat oliy ta'lim muassasalarida bu bir necha karra yuqori, bir necha karra ko'p narx navon etmoqchiman kontrakt to'lovini va bu o'z-o'zidan davlat muassasasida bir necha 10 talabani olish mumkin bo'lgan mablag'ni nodavlat oliy ta'lim muassasasida birgina talabaga yo'naltirilayotgan. Bu haligi o'tayotganimdek yuqori malakali kadrlarni yetishtirib chiqarishda davlatimiz rahbari tomonidan raqobatni ko'rsatib berishlari, ya'ni raqobatlashishimiz lozimligi. Bu haliga aytganim yuqori signal bizga. Bundan tashqari grant haqida gaplashar ekanmiz, biz talabalarni ta'lim kreditini to'lashlarida bir muncha qiyinchiliklar doim yuzaga kelib turadi. Har bir insonni oilasida bu yil yaxshi sharoit bo'lsa, keyingi yil boshqacha sharoit bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holda talabalarni o'ziga yuksak ishonchi bo'lgan, yaxshi o'zini bilim jihatdan ta'lim olib kelayotgan talabalarni, boshqalarga nisbatan ajralib turuvchi talabalarni qo'llab-quvvatlash bu butun dunyoda bor narsa. Va mana qariyb hozir universitetimizda 200 dan ortiq ta'sischilar granti o'rni mavjud. Va har yil davomida biz bu ko'rsatkichni oshirib boramiz. Ya'ni talabalarda har yili o'sha qabul qilingan kvota doirasida 10% talabalarimizga ta'sischilar grantini ajratamiz. Ta'sischilar granti har semestrda o'zgaradi. Ya'ni semestr davomida talaba yaxshi o'qigan bo'lsa, o'zini ustida yuksak ishlagan bo'lsa va ta'lim ko'rsatkichlari yuqori bo'ladigan bo'lsa, u avtomatik tarzda bizmas sistemani shunaqa tizim yaratganmiz, elektron tizim. Ushbu elektron tizimimiz avtomatik tarzda uni birinchi o'ringa olib chiqadi. Va ushbu semestrning yakunlari natijalariga asoslangan holda davlat granti har semestrda o'zgaradi. Bu talabalar o'rtasidagi haliga aytganimizdagi raqobatni rivojlantiradi. Daraxtda o'tirgan qush hech qachon shox sinib ketishidan qo'rqmas ekan. Chunki shoxga emas, o'z qanotlariga ishonar ekan. Insondagi ishonch qanchalik bir katta, bir kuchli bo'lsa, u hech narsadan qo'rqmaydi. Shundaymi? Albatta. Ishonch bu ertangi kunni tong otishiga va biz oldimizga qo'ygan maqsadni oz bo'lsa-da bajarishga imkon bo'lishida. Va mana hozir mehnatlaringizni yutug'ini ko'ryapmiz. Bu albatta har bitta inson, ayniqsa o'zingizni xursand qiladi. Mehnatlaringiz rohati, ayniqsa oila ko'rsa, ota-onangiz, jamoangiz ko'rsa, baribir boshqacha bo'lsa kerak, mazasi. Nima deysiz? Endi hali yuqorida aytib o'tganimdek, yutuqlar barchasi bizniki. Lekin muammolarning ustida ishlashimiz doim kerak, chunki zamon kutib turmaydi, vaqt kutib turmaydi. Agar bir kunni biz kechiktirsak, bir kun biz o'zimizning yutug'imiz bilan g'ururlansak, o'sha kunni biz o'tkazib yuborgan hisoblanamiz va bu ertaga bizga nisbatan, menga nisbatan mayli, mani jamoamga nisbatan noto'g'ri o'zini jihatlarini ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun biz men shaxsan rahbar sifatida bir kun ham dam olishga, bir kun ham xursand bo'lishga, bir kun ham g'ururlanishga imkonimiz yo'q. Faoliyatimiz boshlanganiga 4 yil bo'lgan bo'lsa, birinchi hozir talabalarimiz 4-kursda hozir faoliyat olib borishmoqda. Biz boshqa oliy ta'lim muassasalaridan o'zimizda bo'lmagan kurslarga talabalarni shu paytgacha qabul qilmadik. Biz faqatgina o'zimizning talabalarimizni yetishtirib chiqarish bilan mana shug'ullanib kelmoqdamiz hozir. Dunyodagi andozaga asoslangan holda universitetimizga hozirda kirish oson, lekin yildan yil shifokor bo'lib yetishib chiqish uchun har bir darajasidan o'tish juda ham mashaqqatli. Biz talabalar bilan juda ham ko'p suhbat qilamiz. Har semestrda
har bir guruh bilan alohida uchrashuv tashkil qilamiz. Bu meni eng yaxshi ko'rgan narsalarimdan biri va shunaqa darajada uchrashuvlar bo'ladiki, 2 oy, 3 oy davomida tinmasdan har kuni uchrashuvlar bo'ladi. Va bu bizani ustimizda yanada ishlashga, yanada g'ayratlarni oshirishga va talabalarga yanada ko'proq sharoit yaratib berishga, maqsadlarni qo'yishga juda ham muhim sababchilardan bo'ladi. Va shu oz bo'lgan muddat ichida 300 dan oshiq bizani talabalarimizning yutuqlari. Bu nafaqat bizni universitetning yutug'i deb hisoblashimiz kerak. Bizning yutug'imiz bu talabalarni boshqa oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida o'tkazilayotgan har xil olimpiadalar, ilmiy ishlanmalarni ko'rsatmalarida va barcha o'zlarining ishlanmalari bilan qatnashganda kattalab yutuq olishligi. Mana hozir jamiki respublika va respublikadan tashqari bo'layotgan olimpiadalarda, fan olimpiadalari, mutaxassislik olimpiadalarida bizning talabalarimiz ishtirok etib kelib, doim sovrinli o'rinlarni olib kelishadi. Mana bu bizga nafaqat men uchun, balkim har bir pedagog uchun juda ham katta, universitet jamoasi uchun bu ham katta yutuq va g'urur bag'ishlaydi. Va bundan tashqari mana universitetimizning global yutuqlaridan biri 2024-yil davomida o'zimizning faoliyatimizni olib borganimizda bizning universitet bir marta nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'rtasida o'tkazilgan 70 dan ortiq universitetlar, nodavlat universitetlar qatnashgan tanlovda birinchi barcha ko'rsatkichlar bo'yicha eng yaxshi oliy ta'lim muassasasi deb tan olindi. Oz muddat o'tgandan keyin yana bir joyga bizni taklif qilishdi. Barcha tibbiyot oliy ta'lim muassasalari o'rtasida eng yaxshi tibbiy oliy ta'lim muassasasi deb bizni e'tirof etishdi. O'sha hozirgi zamonaviy tibbiyotga, O'zbekistonning tibbiyotiga qo'shgan hissamiz uchun yana alohida tabriklashdi va bu men o'ylaymanki, nafaqat men, nafaqat bu o'tirgan, o'qiyotgan, faoliyat yuritayotgan pedagog talabalar, balkim butun jamoa, ularning ota-onalarini hammasini oldiga qo'yilgan bir katta bu bir signal deb o'ylayman. Yanada ko'proq o'zini ustida ishlashiga, yanada ko'proq ertaga, kelajakda zo'r shifokor, zo'r mutaxassis bo'lib yetishtirib chiqarishlariga, talabalarni o'zini yetishtirib chiqishiga bu juda ham katta turtki va juda ham katta maqsad qo'ydi deb o'ylayman. Tadbirkorlik ilmini o'rganish juda ham bugungi kunda zamon talabida va bulardan ortib, shifokorlikdan ortib siz yana universitetda talabalarga ma'ruza o'qir ekansiz. Bunga qanchalar vaqt ajrata olasiz? Chunki bunga ham o'z ustingizda ishlashni talab qiladi-da. Oddiy kelib talabalarga, bugungi ayniqsa kun talabalariga shunday kelib ma'ruza o'qiy olmaysiz. Bilasizmi, bu jihatda agar har bir inson talabalariga ilm berish qanchalik savobligini bilganda, har bir inson o'zining ustida ishlab talabalarga bilim berishni boshlardi. Nafaqat bu talaba, balkim shogirdlariga, o'quvchilariga. Chunki ilm ulashish bu juda ham katta savoblardan biri hisoblanadi va shundan kelib chiqqan holda biz doim talabalarga o'zimizning yillar davomida orttirgan bilimlarimizni, tajribalarimizni bo'lishamiz. O'ta nafaqat tibbiyot sohasida, balkim biz har bir o'qiyotgan tibbiyotdagi bo'layotgan tematiklar bor, juda ham katta mavzular va ushbu mavzularni hayotga bog'lab berishni o'zi talabalarning ko'zida quvonchi va ertangi kuniga bo'lgan ishtiyoqni va ertaga shu olayotgan bilimlarni qanaqa qilib va qaysi jihatda ishlatish mumkinligini ham berishga harakat qilamiz. Mana yuqorida aytyapsizki, inson doimo o'zini rivojlantirish kerak, o'z bilimini yanada kun sayin oshirib borish kerak. Xo'p, bir kunda o'zingiz uchun rivojlantirish uchun qancha vaqt sarflaysiz? Har bir inson o'zini faoliyatdan kelib chiqqan holda o'zini rivojlantiradi. Shifokor o'zini shifokorlik doirasida rivojlantiradi. Tadbirkor o'zini tadbirkorlik faoliyatida rivojlantiradi. Hozir o'zimni tijoriy sheriklarimiz bilan birga tibbiyot sohasida, stomatologiya sohasida ko'plab uchrashuvlar, ko'plab yetuk mutaxassislarni O'zbekistonga jalb qilgan holda malaka oshirish kurslarini tashkil qilamiz. O'sha yerda stomatologiyaga tegishli bo'lgan jihatlarni olib o'zimizni mukammallashtirishga harakat qilamiz. Lekin aksariyat hollarda biznes modelida hozir juda ham ko'payib ketgan. Biznes o'rgatamiz, tadbirkor bo'lib ketasiz, hamma ishlaringiz yaxshi bo'lib ketamiz da. Ularga hech qanaqa qarshiligim yo'q. Lekin har bir sohani rivojlantirishi va har bir sohani o'ziga yetarli darajada xususiyati bor. Bittasidan informatsiyani yoki bilimni olib turib, bu boshqa sohaga olib kelib tatbiq qilish juda ham qiyin. Tatbiq qilish mumkin bo'lgan jihati faqat qonunchilik. Qonunchilik bilan chegaralangan jihatlarni tatbiq qilish mumkin, meni nazarimda.
lekin tadbirkorlikda har bir faoliyatda o'ziga yarasha biznes modeli bor va har bir tadbirkor o'zini biznes modelini o'sha imенно tadbirkorlik faoliyatida yaratib boradi. Misol uchun bizani universitetdagi tadbirkorlik rahbarlik faoliyatimdagi modelim klinikadagi rahbarlik modeliga mutlaqo mos kelmaydi. Yoki bo'lmasa boshqa bir tijoriy yo'nalishdagi bizneslarimizga mutlaqo mos kelmaydi. Ya'ni aytmoqchimanki, biz o'zimizni bilimimizni faqatgina o'zimizni faoliyatimizda orttirayotgan natijalar, muammolar va xatolardan kelib chiqqan holda yuksaltiramiz. Kitob mutolaasigacha Kitobni to'g'risini o'qishga hozir imkonimiz oxirgi paytda bo'lmayapti. Shuning uchun kitobni faqatgina hozir zamon rivojlanib ketgan va shundan kelib chiqqan holda audio kitob tariqasida biz eshitib doim mutolaa qilib yuramiz va buni yaxshi bir tomonlaridan yana bittasi, bu menga juda ham katta turtki bo'ldi va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash agentligi bilan hamkorlikda biz ko'zi ojiz insonlarga hozirgi kecha kunduzdagi top sotuvlarga erishilgan kitoblarni audio o'zbek tiliga o'girib audio kitoblarni yaratdik. Hozir bu kitoblarimizning soni 150 dan ortdi va men bu o'ylayman, bu narsa O'zbekistondagi ko'zi ojizlar jihati qatlamiga ham juda ham katta bir foyda bo'ldi deb o'ylayman. Va o'sha audio kitob eshitganimda ham bir qanaqadir hamma narsadan foyda qidirishga harakat qilamiz. U ham bir turtki bo'ldi shu narsani yaratishimizga. Xatoliklardan qo'rqish rivojlanishdan qo'rqish demakdir. Xatoliklar doim bo'ladi. Qimmatmi, arzonmi baribir bo'ladi. Uni qanchalik qimmatga va qanchalik arzonga tushganini har birini sanab o'tish menimcha juda ham ko'p vaqt talab qiladi va har bir tadbirkorga o'zini faoliyatdan kelib chiqqan holda xato qilmas ekan tadbirkor bo'la olmaydi. Shu universitetimizdan tashkil qilayotganimizda biz oldimizga qo'ygan maqsadlarimizni oshirishda bizga kerak bo'lgan mablag'larni to'g'ri hisoblamaganimiz. Birinchi qabul bo'layotganda shunaqa og'ir paytlarimiz bo'lgan. Universitet faoliyatini boshlaganmiz. O'rnatilgan tartibda birlamchi hamma litsenzion talablarni bajarganmiz. Lekin kvota jihatdan bizga bo'lgan birinchi yil bizga bo'lgan xalqning ishonchi juda ham yuqori bo'lgan. Hozir ham shunday. Lekin biz bu narsani kutmagan edik. Va karralar darajasida yuqori talab bo'lgan. Va o'sha paytda biz o'zimizga oldimizga qo'yib mo'ljallagan ishimizdan, mo'ljallagan rejalashtirgan ishlarimizdan ortiq talab kelib qolgan. Va o'sha paytda juda ham tez qaror qabul qilish kerak bo'lgan jihati bo'lgan. Bu narsani ruxsatini o'sha paytda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim inspeksiyasidan biz olishimiz kerak bo'lgan kvotalarni maslahatlashib va o'sha paytda ulardan ruxsat olib kvotani ko'paytirishga tavakkal yurganmiz. Chunki bu juda ham biznes endi boshlanayotgandagi birinchi negativ, bu xalqda juda ham katta xotirasida qolib ketadigan negativ hisoblanadi. Bu nafaqat bizda, balkim butun barcha biznesda va o'sha birinchi katta xatoni bo'lishini zo'rg'a talab oldini olganmiz. Yaxshi qaror tajriba samarasi, tajriba esa yomon qarorlar samarasi. Yaxshi qaror qilsak ham, yomon qaror qilsak ham, baribir o'zimizga qaytib kelishni hisobga olgan holda Allohga tavakkal qilib qarorlarimizni qabul qilamiz. Chunki biznesda tavakkal qilmasdan bir yutuqqa erishishni o'zi juda ham qiyin. Hozirda barcha biznesda bo'lgan jihatlarni, biznesda bo'lgan barcha past balandlarni hammasini hisobga olib keyin biznesni boshlasangiz, unda biznes boshlash kerak emas. Mana hozir biz ko'plab talabalar bilan yoshlarga juda ham katta e'tibor beramiz. Yoshlar bilan biz hozir startap loyihalarini faoliyatini olib boramiz. Ko'p yoshlarga biz qo'llab-quvvatlaymiz o'z faoliyatlarini boshlashga va ko'plab loyihalarni amalga oshirayotganda bir qarorga kelib olishni o'zi juda ham hali yetganingizdek og'ir narsa. Chunki har jihatni o'ylayveradigan bo'lsangiz, biznes boshlash kerak emas. Shuning uchun o'rnatilgan tartibda har bir sohani o'ziga yarasha jihatlari bor. O'sha birlamchi talablarga mos keladigan bo'lsa, tavakkal qilib biz faoliyatni boshlaydigan insonmiz.
Baxtning bir eshigi yopilganida boshqasi ochiladi. Faqat biz yopilgan eshikka shunchalik uzoq tikilamizki, allaqachon ochilgan eshikni payqamaymiz. Juda ham ko'p sohalarda, juda ham ko'p sarhadlarda biz faoliyat yuritganmiz, yosh bo'lishimizga qaramasdan. Lekin faoliyatimizni o'zgartirganimiz bizani kimdir ishdan olib ketkazish emas, balkim yangi lavozimga ko'tarish, yangi lavozim berish va o'sish nuqtai nazaridan va har bir jihatda eski joyi tashlab yangi joyga o'tayotganda bu o'rnatilgan tartibda eski joydagi barcha eshiklar siz uchun yopiladi. Biz xoliymizmi, yo'qmi, yaxshi gapiramizmi, yomon gapiramizmi, hammasini ustoz deymizmi, o'rtoq deymizmi, balkim o'sha barcha eshiklar yopiladi sizga. Bu faqat men, balkim ko'p tadbirkorlar ham, ko'p faoliyat yurituvchi insonlar ham aytadi bu narsani. Va bu narsa bilan ko'nikish kerak va faqat oldinga intilish kerak va o'zingizga bo'lgan ishonch o'sha keyinchalik ochilishi mumkin bo'lgan eshiklarni tezroq ochilishi yoki eshikning katta kichik bo'lishi faqat insonning o'ziga bog'liq va ishonchiga va oldiga qo'ygan maqsadlariga bog'liq. Elbek aka, shifokorsiz ham biznes, ya'ni tadbirkorsiz. Lekin sizga shunday bir shart qo'yilsa, qay birini tanlagan bo'lar edingiz? Bilasizmi, hozir meni olib borayotgan faoliyatim o'zimga yoqadi. Shifokorlikni tanlash bu meni o'zimni bir ko'p yillik orzuyim emas. Avvalambor barcha yoshlar kabi, barcha o'g'il bola singari yoshlik paytimizda biz yurist bo'lganimiz kelgan. Birgina ota-onamizni, to'g'rirog'ini aytsam, onamlarni ko'zlariga yosh olib, "Sen doktor bo'lishing kerak" degan jihatlari yarim yilda o'zida faoliyatimni o'zgartirib, yarim yilda o'zida o'sha qo'shimcha kurslarga borishim, tibbiyot sohasida va tibbiyot sohasidagi oliy ta'lim muassasasiga grant asosida qabul qilinishim bo'lgan. Shundan kelib chiqqan holda tibbiyotni tanlashim, tanlamasligim bu Alloh tomonidan bizga bergan bu bir ne'mat. Bu narsani qadrlashimiz kerak. Lekin o'zimni yaxshi ko'rgan faoliyatimni ham qoldirib qo'yishimiz kerak emas. Ya'ni shu rahbarlik, ya'ni shu biznes yuritish, ya'ni shu faoliyatni qanaqadir yangi davlatga, yangi xalqimizga yangiliklar yaratib borish, yangi ishlanmalarni ishlab chiqish bu bizga zavq bag'ishlaydi. Har bir tadbirkorga zavq bag'ishlaydi. Tadbirkor nafaqat bir bilasizmi, ko'p pul topganda yoki o'zini faoliyati yaxshi bo'lib ketganda zavqlanadi, balkim qanchalik ko'p ish qilsa, qanchalik ko'p faoliyat qilsa, mayli bitta faoliyat qilsin, mayli kichkina faoliyat qilsin, lekin o'sha faoliyati o'ziga yoqib, o'sha faoliyatidan zavqlansa, tadbirkor o'zini maqsadiga erishdi deb o'ylayman. Shundan kelib chiqqan holda bizda ham xuddi shu, uni tashlab bu yoqqa yoki buni tashlab bu yoqqa o'tib ketish biz uchun noto'g'ri bo'ladi. Chunki barcha shu holga yetishim, barcha shu narsalarni ko'rib turishim, boshlang'ich darajasi bu bizning shifokorligimiz bo'lgan. Rahmat kattakon, xudo xolisa 10 yildan keyin, 20 yildan keyin o'zingizni katta bir loyihalaringizni qanday ko'rsak bo'ladi? 2018-yilga nazar solsak, meni tushimga ham kirmagan nodavlat oliy ta'lim muassasasini ochishim yoki klinikalar ochib faoliyat yuritishim. Lekin hayot odamni shunaqa darajada o'zini baho bera olmaydigan va tanlov qila olmaydigan yo'nalishlarga olib qo'yar ekan, o'sha bor vaziyatdan biz tanlashimiz kerak bo'ladi. Va ushbu vaziyatda bizga menga shaxsan berilgan vaziyatdan foydalanishga shu faqat shu yo'lda qolgan edi va shuni bajarishim kerak edi. Va men o'ylaymanki, bu ham har bir sohani har bir jihatda hali yuqorida aytib o'tganimdek Allohning ne'mati deb qabul qilish kerak va sizga shunaqa bir imkoniyat yaratilganda bu narsani eng zo'rlardan bo'lib bajarish kerak deb o'ylayman.